avvalambor sizlarni mana shunday turlar vaqtda kutubxonada mehnat qilayotganliklaringiz, Sherobod tumanidagi mana shunaqa katta markaziy kutubxona, shuncha kitoblar, shubhasiz shu kitobga yarasha o'quvchilar ham bor bu yerda. Mana shularni hammasini bu kitoblarni uzoq bo'lsin, bu kitoblarni o'qiydigan odamlarni ham umrlari uzoq bo'lsin. Yangi jununlar degan bitta she'r o'qiyman. Yangi jununlar. Zarmikan yo zarboqmikan bu qog'oz, ko'lda uchgan o'rdakmikan yoki g'oz, kimxobmi yo atlasmikan bu libos, bilmam qayga boshlab keldi bu kunlar, eski dardga oshno yangi jununlar. Suvga qarang, ozib ketgan ko'k suvlar, qarga qarang, to'zib ketgan oq quvlar, hayotimdan chiqib ketgan suluvlar, ko'zlarimda kuydirguvchi uchqunlar, eski dardga oshno yangi jununlar. Ey oshiqlar, menga qarshi tish qayrang, hayot yana o'ylab topdi bir nayrang. Siz ey bulbul, endi men emas siz sayrang, ishq qasrida yo'qdir bag'ri butunlar, eski dardga oshno yangi jununlar. Yuragimga naqsh qo'ygan ey naqqosh, menga nima sening siring bo'ldi fosh, ko'zlar ofat yana qilich bo'ldi qosh, olislarga xabar bergay kunlar, eski dardga oshno yangi tutunlar.